Qizlar, bizni makiyajimizda eng asosiy rolda tonalniy krem o'ynaydi. Mana shu tonalniy kremni chiroyli yuzimizga turishi uchun albatta biz baza pod makiyaj ishlatamiz. Oriflame kompaniyasini Vaun seriyasidagi baza pod makiyaj meni eng yaxshi ko'rgan bazalarimdan biriga aylandi. Chunki bunda perlamutrovый effekt bor. Yuzimizni judayam chiroyli qilib yiltiratib, yuzimizni tonalniy kremga judayam chiroyli qilib tayyorlab beradi. Va yuzimizni увлажнять qiladi. Yuzimizda tonalniy krem kun davomida stoyki bo'lib turishini ta'minlaydi. Qaranglar, yuzimizga qanaqangi chiroyli bo'lib tarqayapti. Lегкий effekt, umuman maska effekti yo'q. Barchalarga tavsiya qilaman, любой tonalniy kremda yuzimizda